Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Samarqand Milliy bank Qorasuv-Buxo hamkorligida Samarqand viloyati Toyloq tumani Galabotir MFida 15-sonli kontrda amalga oshirilmoqda. Bu yerda Pekin karami ekilgan. Maydon hajmi 5 gektardan iborat. Bo'yi va eni 200 metrga 250 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar kultivatsiya qilinib, sug'orish jarayoni amalga oshirilyapti. Yaqinda o'rash jarayoniga ham o'tyapti bu karamimiz. Ekinlar yetishtirish muddati 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 12 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jalik o'rtacha 42 gektardan 0,42 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Akmal Toshpo'latov fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 25 tonna, jami 125 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.